Lütfen davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Amerika Cungo oturusida Suudi urushi belki yeni xalqaro tartibni vujudga keltirishi mumkin. Mavzuli xabar 4-ayning 6-kun Dovitor betida e'lon qilingan xabar bundaq boshlangan edi. Amerika Cungo oturusida Suudi so'rikilishi borgan sari jiddiylashmoqda. Suudi urushining portlashidan har qaysi taraflar ansirmoqda. Maliya iqtisodshunasi Shinlian Tao mundaq hisobladi. Amerika Cungo Suudi urushi yana bir xalqaro tartib vujudga keltirishi mumkin. Bu tartib qanday? Suudiga o'xshaydigan tartib, Dunyo Suud tashkiloti o'xshaydigan tartibmi yoki ro'yatga, ma'naviyatga qartilgan tartibmi? Endi hozirgacha Amerikaning tilida dunyo tartibi degan liberalizmlik, ya'ni erkinlashtirishdan iborat tartib. Endi yana qurilgan tartib zodi nima? Bu yerda geopolitikalik yangi bir tartib bormi? Hozir bilgim Şilyan tavmında ko'rsatdi. Dunyoda ikki cho'ng davlat o'tirisi savdo tagligining oshkorlanishi yangi xalqaro tartibning boshlanish nuqtasidir. 3-ay kirgandan beri Washington bilan Beijing o'zliksiz o'rlayotgan tamoyilni beji tahdidi doirasiga kirib keldi. Bozorga aralashishlar buningga erishib keladigan savdo urushining ta'siriga uchrashdan ansirayapti. Shinlian Tao NBC televiziyasi muxbiri mundaq ko'rsatdi. Savdo urushi yangi bir tartibning o'tirg'a chiqishidan bishorat berdi. Bu qachon o'tirg'a chiqadi? Bu ikki davlat rahbarlarining aql farosatiga, chidam g'ayratiga va tushunishiga bog'liq. Siyosiy rahbarlarning dunyoviy masalalarni hal qilish loyihasi izlanayotganligiga umidvorlik bilan qaraya olamdimi? Yo'q deb savol qo'yilganda Shilyan Tao mundaq hisobladi. Bizdan ko'rib turayotganimiz hozir yeni, texmi murakkab, intayin nozik va tafsili izlanishdir. Yangi bir xabar. Jungo Amerika savdo munosabatlari 0 nuqtaga tushib qolgan holatdami? Jungo yanala orqaga chekinmaydi. Mavzuli xabar 4-ayning 6-kuni Yarshar vaqt gazetida e'lon qilinib, shu kuni Vanvitor beti ko'chirildi. Xabar mundaq boshladi. Prezident Trump $100 milliard tamojni beji qo'yish bilan popuzi ishlatganda, Jungo Savdo ministrligi va Tashqi ishlar ministrligining tez ifoda bildirib, zarb berishiga o'xshaydi. Bu Jungoning Yarshar vaqt gazeti Markaziy komitetining gazeti yoki Remirbo xalq gazetining asli gazeti deb hisoblasanglar. Shu gazet shundaq deyapti. Jungoning ishki organi so'z va harakatlari qaraymiz deb ifoda bildirib, qarish taraf elishib qopti deb qattiq ifoda bildirib, qattiq iboralar bilan strategik mansmaslikni chiqsal. O'xshashla bu ikki organ oxirgacha elishimiz deb ifoda bildirib, har qanday badal to'lashga qaramay degan so'zni tunji qatam ishlatganligi beg'ayriy bir ish bo'lib qoldi. Rostini aytganda, Junguluqlar hozir hech qanday kapital yo'q savdo urushi qo'zg'agan va tamojni beji kaltikini ko'tarib olgan Washingtonning qiyofatini masxara qiladi. Qancha shimoyani Yarshar vaqt gazeti majmumlan. Bizga bir nuqta aniqki, u bo'lsa-mu Amerika tarafni xuddi Jungodak ziyon tortadigan o'ringa tushirib qo'yish iqtidorimiz bor. Jungo etyapti bu ponijimi? Washington bizga paydo qilgan jarohat va qiyinchilikni uning iqtisodiy va siyosiy badal to'lashi bo'yicha o'xshash darajada o'ziga qaytarishimiz qilchgan bo'lmaydi. Aqsaroyning Jungoga 100 milliard tamojni beji qo'yishni o'ylanib ko'rish plani Jungoning eksport tovarlariga farqsiz zarba berildi. Undaqsa Jungo taraf Amerikaning Jungoga eksport qilgan tovarlarga gilam shakllik bombardimon qilish bilan zarba berdi. Demak, Amerikaga hozir savdo sohasida gilam shakllik bombardimon qilish, savdo bombardimoni qilish shaklda zarba berimish Jungoliklar. Jungo o'ch oladigan doir intayin keng.
Amerikanın Jungo'ga eksport kılgan tovarları, mülazimet şekillik eksport tovarları, yok kur derecede paydaladığan Jungo'ga salgan meblige, biz zerbe birdiganda tallap alıdığan nişalladır deydu, yer şarı vakt gezeti Jungo'nun. Dünya uruşu mesellik Amerika Jungo soğudu uruşu kılış, biri emli kuşki zerbe biriş, yani biri iradigi zerbe biriştir. Amerika bilen Jungo'nun soğudu kuşu asasen okşaş, lekin kelgisi Jungo tarafta. Kelgisi Jungo'ga mensup deydi, yer şarı vakt gezeti. Soğudu uruşu Jungo iktisadık eğer azap elip gelsin mi? Ama gep ne tarafta? Lekin Jungo iktisadının özgürlüşü besin peyda kılıp, yeni bir Jungo'nu peyda kıldı. Demek man bu gep mi caydı oldu? Jungo'nun özgürlüşü besin peyda kılıp, soğudu uruşu, yani Amerika Jungo oturusunu bulduğun soğudu uruşu, Jungo'nun iktisadıga besin peyda kılıp, yeni bir Jungo'nu peyda kıldı. Ma gep mana eşipti. Ma cayga üçgen gepken cuma vatandaşım ma. Ama Amerika kelgisini utturu bitidi değil. Amerika'nın dünya boyunca dağlık şirketleri Jungo bazarından ayrılıp kalıp birinci lagerden yenip çıkıdı. Sonra lager yedi Jungo'nun bazarı, Amerika bu bazardan ayrılıp kaldı. Bu kalsı gepkene. Yer şehir 7 milyar adam yaşaydı. Jungo'dan kalsa Hindistan, Jungo'dan kalsa emas ötkende Rusya alimler dedi o. Jungo'nun nüfusunu 500 milyar tarafı dedi o. Okşaştı Hindistan bilen. Demek senin bazarında ayrılıp kalsa Amerika Hindistan'ın bazarı var, Brazilya'nın bazarı var, çok bazar dese. Amerika'nın zamanı bileşka yezi ilgili eğer ziyan uçuraydı. Jungo'da ayrılıp kalsa. Soğuk duruşa başlanğandan keyin Jungo herkes kendini çekinmeydi. Jungo cemiyeti partiya hükümetinin etrafı zıç uyuşup deydu yarışarı geziti. Möörünü götürüp köreş kılıp vakit çekiden zor irade bilen ötüşünü Amerika tarafı herkes seliştire almaydı. Asaslı sebep şu ki soğudu uğraşını Amerika keltirip çıkardı. Biz baş sözlep kilovatımız kanunga, kaidegi, nizamga emel kılmagan devlet Jungo. Lekin Jungo soğudu uğraşını Amerika keltirip çıkargan devletin. Jungo hakikat taraf tuturabatıdı. Köp taraflı soğudu sistemisi prensiplerini koklayımız. Şu prensiplerini asas kılgan bizden hukukumuz var. Barlık Jungoluklarına ait enerji, bütün küçümüz bilen Amerika'ya zerb biriş, birden bir talışımızda. Başta neyim dedik? Hazır Yaçıbek, Paçıbek hep Amerika'nın tırlap, umumizlik, devlet maşinesi hareket keltirip degendek, devlet maşinesi degendek, cemaat fikri. Ne hareket keltirip Amerika karıştırıp, meyadenim deydi, bütün küçümüz bilen Amerika'ya zerb birimiz. Bu bizden birden bir talışımızda deydi Jungoluk efendiler. Onunla Amerika'ya obdallı savak birimiz. Bu biz eğer aciz bolsak Washington tep tartmaydı. Özümüz ziyan tartımız. Bu Jungo'nun yer şarı vakt gezisinin obzarı iken hürmetli vatandaşım.